Assalomu alaykum aziz sportchilar, assalomu alaykum. Sportga vaqti bo'lmayotgan insonlar, qorni chiqib ketayotganlar, qornidagi yog' qavatini yo'qotmoqchi bo'lgan insonlar uchun ishdan kelib uyda qat'iy yarim soat shu mashq bajarsanglar, presslar ancha chiqadi, qorni yog'i ketadi. Birinchi bu qiladigan mashqimiz 10 martadan bu yoqqa, 10 martadan bu yoqqa. Va ushlab turamiz, vaqtga iloji boricha ko'proq qorin titrab ketguncha ushlab turamiz. Keyin qo'lni ko'tarib va keyin planka turamiz. Iloji bo'lsa 1 minut, 2 minut. Iloji boricha qorin tushib ketmasligi kerak, orqa chiqib ketmasligi kerak. Tekis turamiz. Titrab ketguncha turamiz. 2 minutmi, 3 minutmi, 1 minutmi farqi yo'q. Bundan keyin imkoniyati borlar bo'lsa, qo'lni qo'yib olib, oyoqni ko'taramiz. Bunaqa ko'tara olmaydiganlar bo'lsa, prosta yerga qo'yib turib, yonga, tepaga, pastga. Keyin bokovoydan chiqarish uchun yotamizda oyoqni krugovой движение. Keyin mashinada ushlab turamiz ozginada. Mana qorinlar anaqa bo'ladi deb bolam. Qorinlarda yog'lar bilqillagan joylar ketadi. Shu mashqni bajaringlar va presslarni taxlab olinglar. Faqat cho'mchaga pochkani taxlamasdan pressni yo'g'gan taxlaylar. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Bizlar yuribmiz, balonni ko'tarib, mana texnologiya. Kariyerlarda odamlarni pullarni rivojlangan emas. Endi ham uni ko'p o'ylayman. Shu korrupsiya ko'p o'zimizda deyman. Shu korrupsiya